Bizlar tayyorlagan qo'shiq 3 ta tilda ijro etiladi. Ko'ramiz, juri a'zolariga yoqadi degan umidda biz. I feel you in my heart. You are my life. I feel you in my heart. You are my world. I just can't laugh apart. 'Cause you're my sweet, 'cause you're my soul. If you're my dream, if alone no, baby, life and me. And I know this right, very ashiki, never don't be home. أنا وانتي وشبعت أبغي قلبك ما عندي وقلبك ما أنا ما أقدر أعيش الدنيا بنا أنا قلبي بقى أخوان أنا كل لك وعيوني لك إنسان خيال وحياتي لك كل لك وعيوني لك انسى خيال وحياتي لك जो यूं दे दिया मैं तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुदा तुझे पाके अधूरा न रहा क्योंकि तुम ही अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरे दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरे दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा
Hozir 3 ta tilda ijro etdingiz, a? Yo, bitta tilda ijro etdingizmi? 3 ta tilda. Qaysi tilda? Menimcha hozir Inglizcha, faqat arabcha, ingliz tilida bo'ldi. hindcha. Ha, inglizcha, arabcha, hindcha bo'ldi, a? You are my life, I feel you in my heart. Deb boshladingiz. Deb boshlandi. You are my Arabchaga yetdi, keyin hindcha. Tanish asarda bu qo'shiqni qayerda eshitganman men? Oshiqlar filmida. Meni nazarimda urma asboblar baraban shart emasmikin deb o'yladim hozir menimcha. Chunki menimcha bu yerda bitta akompanimentga mana shu akustik gitara bilan birgalikda o'zlarini chalganlari menimcha yetar edi, ikkita gitarani o'zida. Ovozni sal yopib qo'ydida, ortiqcha instrumentlar sal ovozni yopib qo'yib, menimcha sal qiynaldi ovoz chiqishi. Nastroyka yaxshi bo'lmadi. Tushunaman, bu to'g'ri. So'z yaxshi emas, to'g'ri. Ha, bu narsani to'g'ri tushunamiz. Albatta. Lekin umumiy ma'noda aytganda yaxshi ijro qildingiz. Qo'shiq ma'qul menga. Menga ham ma'qul keldi. O'zimni xuddi konsertda his qilgandek bo'ldim. Tabriklayman. Ha. Men ham qo'shilishaman. Ha.